Qalblarda yashirish sururi kezmoqda, ko'ngillar obodlik istamoqda. Zaminu zamon qadim ayyom fayzidan tarovatga, ozod yurtning har go'shasi Navro'z shukuhiga to'lmoqda. Shoir aytganidek, ona bag'ri kabi illiqdir olam. Harir hovur ichra yayrar talatuz. Qoldi puchmoqlarda xazon yangli g'am, demak, bahor keldi. Kelmoqda Navro'z. Ushbu ayyom arafasida Uchqo'rg'on tumanida joylashgan 32-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ham Navro'z sharafiga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Darvoqe, tumanning Qo'g'ay mahallasida joylashgan mazkur tashkilotda 5 ta guruh mavjud. Ularga 218 nafar 3 dan 7 yoshli bola qamrab olingan. Tashkilot direktori Dilrabo Ergashevaning fikricha, jamoa o'rtasidagi ahillik, hamjihatlik, o'zaro yelkadoshlik, jipslilik, mahalla ahli bilan yaqin aloqada, hamkorlikda ishlash azaliy qadriyatlarimizga xos fazilatlar ifodasidir. Tadbirda so'zga chiqqan mahalla raisi, ota-onalar ham ayni shu haqiqatni e'tirof etishdi. Ayniqsa malakali pedagoglar qo'l mehnati bilan yaratilgan ko'rgazmali va didaktik materiallar kichkintoylarni mehnatga rag'bat, milliy qadriyatlarimizga e'zoz ruhida tarbiyalanishda muhim ahamiyat kasb etayotganligini aytishdi. Milliy liboslarda sahnaga qalqib chiqqan kichkintoylar intiqib kutilgan bahor, jannatmonol o'lkamizga kirib kelganligini daraklashdi. Ular zukko va ayrocha nuqtadonlik bilan o'z iqtidorlarini bog'chaning kichik sahnasida mahorat bilan ifodalashdi. Chechaklar undiyana, ismaloq va yalpizgina salom bahor boy chechagim, ta'riflarga boy chechagim. Tadbirda tumandagi maktabgacha ta'lim tashkilotining yetakchi pedagoglari, mezbon tashkilot joylashgan mahalla faollari, ota-onalar ishtirok etdi. Nevaralar sizlarni qo'llaringda tarbiya topyapti. Iloyim shu bahor kunidaqa doim yashnab, shu yoshlarga bir ta'lim berib, sizlarni ko'rganda ustoz deb turib ta'zim qiladigan darajadagi maqomga ega bo'linglar. Chekka bir qishloqdagi tarbiya maskanida nishonlangan bayram shukuhi dillarga zavq bag'ishladi. Saidodam Abdurahmonov, Farruh Barotov, Akbar Mansurov, Farxonda Mandon va Namangan viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati uchun maxsus tayyorlandi.